Mavzuda tutashmalar, murakkab tutashma. Shu holatda berilgan variantimiz. Nima qilamiz? Birinchi markaz uchun plyus chizib olamiz. Buning uchun chercheniyadan shu otrezokni tanlaysizlar. Uzunligini hozircha ixtiyoriy chizyapman. Shu o'rtadan plyus yasab olyapman. Bitta chiziq bilan ishlayapman, e'tibor bersalaring. Otrezok bilan chizamiz har doim chercheniya ichida. Aylana diametri kichkinasi 55 ekan. Kurugdan radius qilib 55 ni yarmi 20 27,5 mana bitta. Keyingisi 64 diametr yarmi 32. Hop, bundan keyingisi 82 ni yarmi 41. Enter'ni bosib ketyapman. Bitta aylana buyrug'ini kiritdim. Qayta kiritish uchun shu enter, yana shu buyruqni yuklash uchun. Xo'p, bu ham ketdi. Undan keyingisi 53 radiusda aylana chizilgan. Radiusda o'zi beriladi, diametr berilsa ishlanadi. Xo'p, aylanalar ketdi. Endi tishini yasashim kerak. Tishlar ikkinchi aylanaga yasalgan. Qalinligi 7, ichkariga tushishi keyingi aylanagacha ekan. Bittasini yasab olib, qolganini ko'paytiraman. Mana shu joydan kesma yordamida, otrezok yordamida bitta tishni chizib olaman. Buni ikki yoniga 7 bo'lgandan keyin qalinligi izminitdan kopirovatga kirib, ixtiyoriy joyga buni belgilab oldim. Chizmani ustiga olib kelib bossalaring ham bo'ladi. Mana chapga qaratib 7,5 yarmi 3,5 bo'ladi. Mana bu tarafga 3,5, bu tarafga ham 3,5 yuramiz. Mana shu holatda bo'lindi. Faqat chiziqlarim e'tibor beringlar, tagi kesishmadi, tepa nima bo'ldi? Oshib ketdi. Buni abrezat bilan kesib tashlayman tepasini. Pastini ulash uchun udilnit bor. Izminitni ichida udilnit buyrug'i bor. Udilnitni bosib ulab olasizlar keyingi tomoniga va buni nima qilamiz endi? Massiv yordamida ko'paytiramiz. Bizga 12 ta kerak. Massiv qanday ishlar edi? Izminitga kiramiz. Massiv krugovoy aylana bo'lganligi uchun krugovoyga va center massivda mana bu yerda ukazat center massiv bor. Bosaman, umumiy aylana markazini ko'rsatib, bir obyekt nimani ko'paytirish kerak? Bu bilan buni tanlayman. Agar kimdadir ikkalasini tanlamasa, shiftni bosib turib tanlasalaring qabul qiladi. 12 ta kerak bo'lsa, chislo elementiga 12 kiritib, OK deb bossak, 12 taga ko'paytirib beradi. Endi bunda tishlarning orasini ochib chiqishim kerak ekan. Har birini orasini. Buni nima bilan kesar edik? Abrezat buyrug'i yordamida kesamiz. Abrezat to'g'ridan to'g'ri kesmaydi. Bir marta enter yoki probelni bosib olish kerak bo'ladi. Shu joyiga e'tibor qaratasizlar. Bunaqa bo'lyaptimi o'z tishi? Shu olingan. Bir tomon bu yoqdan, bir tomon bu yoqdan bo'lar ekan, to'g'rimi? Buni o'chirishim kerakmi? Ichidan kelib bu yoqqa. Mana shu. To'g'ri cherakman shekilli. Bunaqami? Bitta tashlab ketsam shuni to'g'rimi? Mana shuni ketsam. Xato bo'ladimi? Tepadan ham o'chgan. Xo'p, mana buni orasi o'chgan. Ketdi mana. Bu bor. Mana buni o'chirish kerakmi shuni? Yo'q, shuni tepadagisi bor. Mana bunimi? Endi buni. Endi bunimi? Bitta tepa, bitta past ekan-da. To'g'ri aytinglar-da bo'lmasa. Buni o'chiraymi? Bitta, mana buni. Zamjak. Bumi? To'g'rimi shu? Almashtirdim chalkashab. Bitta. Bo'ldimi? Mana tayyor bu holati. Endi tepada gradus bor. 30 gradus qiyalik bergan, qaranglar. Buning uchun bu yerga bitta to'g'ri kesma chizib olaman. Chercheniyadan otrezok tanlaymiz. Markazdan tepaga ixtiyoriy chiziq tortib oldim. Belgilab, ustiga bir marta bosamanda sichqonchaning chap tugmasi bilan izminitni ichida powernote degan buyruq bor. Aylana kelib strelka bo'lgan. Bir marta bosib markazni tanlayman. Necha gradus edi? 30 enter bosamiz. Mana bir tomonga tashlab berdi. Buni ikkinchi tomonga qo'yish uchun
Ustiga bir marta bosamiz. Izminit ichiga kirib, zerkalo degan buyruq bor, aks tasvir. Bir marta bosaman, aylana markaziga belgilab, tepaga to'g'ri tortamanda ixtiyoriy joyga bir marta chap tugmani bosib, enterni bossam, mana ikkinchi tomonga ham qo'yib berdi. Buni nima qilishimiz kerak endi? Hop, aylanalari bor, masofasi bor. Qaysi aylanadan 24, undan keyin 20 chiqqan, to'g'rimi? Bu radiusdagisi 80 niki ekan. Bu 3-aylanaga tushadi menimcha. 3 ga tushadi. Mana bu joydan tepaga mana shu yo'nalish bo'yicha nechi birinchisi? 24 enter bosaman va shu joyda nima qilamiz? Aylana chizaman. Razmeri 6 ta ekan mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta mana. 6 tasi 12 diametrda. Mana shu 4, 6 ta kichkina aylanani mana umumiy qilib ko'rsatib ketgan bir joyga. Demak, mana bundan tepaga kelib 12 ni yarmi 6 enter. Bundan keyin yana 20 suraman tepaga, shundan chizib olaman. Shuni markazidan 20 tepaga chiziq chizib olib, 20 enter. Shuni markazidan ham purug yordamida 6 diametrda radiusda aylana chizamiz. Xo'p, bu aylanalarni keyingi tomonga ham ko'chirishni boya zerkaloda o'rgatdim. Ikkita aylanani tanlaymiz. Izminit ichidan zerkaloni tanlab, markazni belgilab, tepaga to'g'ri ko'tarib, ixtiyoriy joyiga chap tugmani bir marta bosib, enterni bossak, mana keyingi tomonga ko'chirdi. Xo'p, bu taraf ketdi. Endi tepa katta radiusimiz 13 ekan. 13 ta yana bitta krugdan chizamiz. Buni Chelseadan olsangiz ham bo'ladi. Bu tarafdan ham ishlab ketsa bo'ladi. 13 enter, bu tarafga ham 13 enter. Qarang, endi bu narsa parallel chizilgan. Mana yon tomonlarda chiziqlar bor. Parallel chiziqni podobiy bilan belgilar edik. Podobiy izminit ichida podobiy buyrug'i bor. 30 bo'lgandan keyin 13 bo'lgandan keyin nechi bo'lishi kerak? Bu tarafi 13, bu tarafi 13. Demak, 13 enter o'ziga parallel 13 ni bosdim. Buni belgilayman. Tepaga bir marta bosaman, buni belgilab pastga ham bir marta bosaman. Xuddi shunday bunisidan ham. Bu tarafdagi uzun chizig'imizni belgilab tepaga, bitta pastga tortaman mana. Parallel chiziqlar o'tdi bunda. Faqat kesishib qolgan joylarni uzib tashlashimiz kerak endi. Mana bu joyda bitta. Tag qoladimi, qolmaydimi aylanam? O'chadi, to'g'rimi? Buni ham o'chiraman. Mana bir taraf ketdi, ikkinchi tomonda ham holatda ishlab olsak bo'ladi. Men hozir buni to'lig'ini o'rgatyapman. Agar yarmini o'lchab, yasab qolgan tarafini bunga o'tkazib yuborishda ham imkoniyati bor. Mana bular uzib tashlayapman. Qaranglar, qayerdan uzyapman. Keyingi joylarni delete bilan o'chirib yuboraman. Chunki kesma bilan bittalab kesmayman-da. Mana markazdan umumiy belgilab delete, buni ham belgilab. Xohlang bittalab belgilab o'chiring, xohlasangiz umumiy delete bilan o'chiring. Xo'p, endi 12 radius joyiga e'tibor bering. Mana bu variantda. 12 radiusda ikkalasi bog'langan. Bu joyda kasatlni radius bor. Chelsea'da krugga kirasizlar. 2 tochka kasaniya degan buyruq bor. Bir marta bosib, qayerdan qayerga ulanish kerak? Tepadan bu aylanaga. Demak, bundan bungacha ulanish kerak. Necha radiusda? 12 enter mana. Aylana chizib beradi. Keraksiz joyini kesib tashlaymiz. Xuddi shu narsani keyingi tomoniga ham yasasalaring bo'ladi. Krug, o'ng tomon kasatlni radius, tepa past 12 enter mana. Abrizat bilan men ekranga chiqarib olganimcha ekranni o'zi bilan ishlayapman. Kesishni deyarli hamma bilish kerak. Xo'p, mana bular ham o'chib ketadi shu holatda keyin. Mana bu burchagini chizishdan oldin kesib tashlamang. Qiynalib qolasiz keyin o'zingiz. Nima qoldi? Pastki burchak va mana to'g'ri chiziqlar qolyapti, to'g'rimi? Xo'p, mana bundan markazdan to'g'ri chiziq tushiraman, 35 tushar ekan mana. Bundan pastgacha 35, mana buni markazigacha. Xo'p, tagi 82. Aylanalarga nisbatan mana radius 12 ni qo'shsak, 35 ga 12 ni qo'shsak nechi bo'ladi? 40. 47. Mana shuni yonidan 47 tushaman pastga. Bu tarafga necha? 82 mi? 82 ga 24 ni qo'shamiz. 106 enter mana. Hop, bunga ulasangiz to'liq burlashadi. Faqat mana burchak nima bo'lgan? Buralgan. To'g'rimi? 12 radius. Mana bu 82 ni shu joydan mana bular yasab olishimiz kerak bular. Faqat teparoqda 82 bajarilgan. Tepadan 35 tushib, mana bu joydan 35 tushgan. 5 enter, ichkarisiga 12 kirib